Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli qarindoshlar. Bugün Allah Taala'nın El-Jabbar degan ismi haqida to'xtalamiz. Hayotning rahimsizligi sizni qiynab qo'ydimi? Turmushning qattiqchiligi belingizni egib qo'ydimi? İnsanlarning vafosizligi dilingizni bearam qildimi? Aqlsizlarning tantakligi ko'nglingizni ranjitdimi? Siz rostilla dardlaringizga shifolik tilamsiz? Ko'nglingizga tasalli istamsiz? Yurak yaralaringizni tengishni xohlamsiz? Undaqda siz Allah Taala'nın El-Jabbar degan muborak ismi bilan tanishib chiqing. Bu ismga bo'lgan iymoningizni kuchaytiring. Barliq yaralaringizni Allah Taala'nın mushu ismi bilan tenging. Chunki Allah Taala'nın El-Jabbar degan muborak ismining ma'nolaridan biri bandalarining yurak yaralarini tangguchi, har xil og'riqlarga shifolik berguchi va dillarga tasalli berguchi deganlikdir. Arab tilida tengiqni jibra, tangguchini jabir deydi. Jabbar degan so'z Jabir degan so'zning mubolag'a shakli bo'lib, hamisha tangadigan, nihoyat yaxshi tangadigan degan ma'noni bildirdi. Alloh taolaning El-Jabbar degan muborak ismi Qur'on Karimda tuvandagidek 3 xil ma'noda kelgan. Birinchi rahim shafqat qilish va kuyinish ma'nosida kelgan bo'lib, Alloh taolaning ojizlarni yulaydiganligini, ranjiganlarning yurak yaralarini o'zining rahim shafqati bilan tanıdiganligini va kasallarga ham barliq dardlarga shifolik beradiganligini ifodalaydi. Alloh taolo mushu muborak ismi bilan hojatmanlarning hojatini ravo qilib, kasallarga shifolik berdi. Qiyinchilikda qolganlarga o'ng'aylik yaratib berdi. Shunga biz namozlarimizdagi 2 sajda oralig'ida Allahumma g'firli varhamni vajburni varfa'ni vahdini varzuqni, ya'ni ey Allah, gunohimni mag'firat qilgin, menga rahim qilgin, yaralarimni tang'in, martabamni yuqori qilgin, meni to'g'ri yo'lga boshlagin va menga rizq bergin deb duo qilishga buyurilgan. İkinci kuch-quvvat ma'nosida kelgan bo'lib, Alloh taolaning zo'rliq kuchiga tayanib insonlarni azgan va ularga mushtumzo'rlik qilgan zolimlarni yer bilan yaksan qilib jazolaydiganligini ifodalaydi. Üçüncü üstünlük ma'nosida kelgan bo'lib, Alloh taolaning jami xalqidan ustun ekanligini, shundaqla rahim shafqati va yordami bilan ularga eng yaqin ekanligini ifodalaydi. Allah Taala bandalarining jismoniy va ma'naviy jarohatlarini tangguchi, shifolik berguchi va ko'ngillarga tasalli berguchi zotdir. Yiqilib ketish, teyilib ketish degandek kelishmasliklar eg'ir bo'lganda insonlarning so'ngaklarini sundurdi. Ammo ahonat, dilazar, shafqatsizlik, xiyonat qatorli qilmishlar bo'lsa, insonning yuragini ezib, dillarini sundurdi. Yuraklari ezilgan, dillari sungan kishilarning dardini yana shularga o'xshash yuraklari ezilgan, dillari sunganlar biladi. Alloh taolo bandalarining mana mushundaq har turli sunuqlarini o'zining El-Jabbar, ya'ni tang'uchi, asrg'uchi degan muborak ismi bilan davolaydi. Hayotning rahimsizligi, dunyoning halakchiligi va turmushning qiyinchiligi belini egib qo'ygan, ko'nglini parishon qilgan nurg'un kishilarning belini Alloh taolo o'z shafqati bilan ruslaydi. Ularning ko'ngillariga tasalli berdi. Alloh taolo yo'qsullarga yordam qildi, yetimlarning beshini silaydi va kasallarga shifolik berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga 2 sajda orasida va barliq duolarimizda Allahumma g'firli varhamni vajburni varfa'ni vahdini varzuqni, ya'ni ey Allah, gunohimni mag'firat qilgin, menga rahim qilgin, yaralarimni tang'in,
mərtəbəmni yuqori qılğın, meni to'g'ri yo'lga boshlag'in va menga rizq bergin deb duo qilishni o'rgatgan. Yaralarimni tang'in degan duo kundalik turmushimizda nurg'unlagan ko'ngilsizliklarga va kutilmagan kelishmasliklarga uchrab turadiganligimizni, yana kelib bularning hammasida Alloh taolaning shafqatiga muhtoj ekanligimizni ifodalaydi. Birər dərdmənni ko'rsangiz, uning dardiga darmon bo'ling. Birər muhtojni ko'rsangiz, uning hojatini ravo qiling. Yig'ilganni ko'rsangiz, uning beshini surting. Och qolganni ko'rsangiz, uni cho'qim to'yg'izing. G'amkinni ko'rsangiz, uning diliga umid shamini yiqing. Bu orqali Alloh taolaning sizning qo'lingiz bilan bandalarining yurak yaralarini tengishiga musharraf bo'ling. Allah Taala'nın sizni bu şərəflik həm katta işlərə işlətganligidən xoşal bulun. Bu siz üçün nima degan katta şərəf? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir Yahudi balının kesilini yo'qlab, uni olamga xoşal qilib etdi. Aniqki bu xoşallıq bütün ailəyə yetdi. Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu bir amo ayolning uyini süpürüb beriş və tamaqını itib beriş orqali o ayolning dilini yayratib etdi. Abdullah ibn Mubarak vafot bo'lgandan keyin nurg'unlagan yo'qsul oilalar o'zlariga yillardan beri yoshirincha yemak ichmak yetkazib berib kelayotgan kishining dal shu kishi ekanligini bilib hasrat chekidi va uning haqida ko'p duo qildi. O'ziga yillardan beri dushmanlik qilib kelayotgan bir kishi vafot bo'lgandan keyin Alloma ibn Taymiya uning oilasiga berib, oila tavobatlarga tasalli berish orqali ularning so'lg'in dillarini yashartirdi. Ular kishilarning so'lg'in dillarini yashartish va ularning dardlariga darmon bo'lishdan iborat ulug'vor ishlar bilan mashg'ul edi. Chunki Alloh taolo ularni shundoq katta sharafli ishlarga ishlatgan. Natijada ular Alloh taolaning Al-Jabbar degan muborak ismining dillarga tajalli qilishiga vasila bo'lgan. Allah Taala dili sungan, ko'ngli azoblangan birər yordamga, mehri shafqatga va tasalliga muhtoj bo'lgan nurg'un kishilarga o'zining mehri shafqatini va yordamini yetkazish orqali yana nurg'un kishilarni ishlatadi. Hayotimizda buning misollarini ko'p ko'ramiz. Do'stlarimdan biri mundaq bir hikoyani qiladi. Bir kuni havoning intayin issiq soatlarining birida haramning atrofida bir mo'mayning tasdikda harvisini ittirib ketayotganligini ko'rib, uning yeniga bordim. Qarasam, harvidagi narsalar setish uchun elib chiqqan ushaq-tushak turmush buyumlari ekan. Mo'mayning qo'riq bosgan yuzi oftobda qariyib ketgan va qo'llari yerilib ketgan bo'lib, usti-beshidan chipildab ter quyilmoqda edi. Mo'mayga qarab onamni esladim. To'g'risi Mo'mayda onamni ko'rdim. Uningga qattiq ichim og'irdi. Mo'mayda onamni ko'rdim va ixtiyorsiz yig'lab soldim. Yanchuqimda bor bo'lgan ozroq pulimni elib uningga berdim. Ondan harvisini ittirib soyiga opirib Mo'may bilan xo'shlashdim. Ammo bu manzara bir qancha kungacha ko'z oldimdan neri ketmadi. Alloh taolo meni xuddi men heliqi Mo'mayni xo'shal qilgandek qattiq xo'shal qilib etdi. Ya'ni mening uzundan beri hal qila olmagan ishim to'satdan hal bo'ldi va banka hisobimga ko'p miqdorda pul tushdi. Makkadagi Ummul Qura universitetida o'qiyotgan bir o'quvchi 5-dan o'tgan bir qissini bunday bayon qildi. Bir kuni oxirgi imtihonga ulgurish uchun oldirab universitetga ketayotdim. Yo'lda bir kishi mashinamni to'sdi va soqchi idorasini so'radi. Men aldirash bo'lsam-mu, uni mashinamga elib oldim. Yo'lda u o'zining ahvolini bir qur bayon qilib berdi. U kishi aslida umriga kelgan bo'lib, 3 kun burun qo'l so'mkisini yuttirib qo'yibdi. Pasporti, puli va hamma narsadan ayrilib qolgan ekan.
u menga 3 kundan beri ko'chada yotganligini va kishilar nima bersa shuni yeb qurushqini to'yg'izib kelayotganligini aytdi. Arqadan qattiq yig'lab ketdi. Bu ahvolni ko'rib mening ko'nglim buzildi. Uningga "Taga, o'zingizni xar qilib yurmang, faqat Allohga sajda qilib dardingizni ayting. Allah sizni cho'qim chiqish yo'liga boshlaydi" dedim. Yanchuqimni aqtirsam aran 83 riyal pulim bor ekan, hammani uningga berib etdim. 2 haftadan keyin imtihon natijalari chiqdi. Men cho'qim o'tolmayman deb o'ylagan va eng qo'rqqan fandan 83 nomer bilan o'tibdiman. Gerçi bu ahvoldan bir az hayron qolgan bo'lsam-mu, ammo Alloh taolaning bu iltifotidan olamcha suyundim. Dunyoda hech qanday bir ish tasodifiy bo'lib qolmaydi. Hamma ish Alloh taolaning hikmatlik o'rinlashtirishi bilan bo'ladi. 83 riyallik yordamning eng qiyin fandan 83 nomer elishqa sabab bo'lganligi tasodifiylik emas, balki Alloh taolaning yaxshilikqa yaxshilik qaytirishi. Etrafımızda nurgun işler bulup durdu. Biz qanchalik inkar qilsakmı, hatta ko'rmasga selib alsakmı, ama bu işlerin her biri Allah Taala'nın hikmetini, iradesini, güzel sanatlarını namoyon qilib durdu. Ve hiç qanday bir işning tasodifi bulup qolmaydiganligini ta'kidlab durdu. Bu qissada Allah Taala mazkur o'quvchini ko'ngli yaralangan shu kishining yarasini davolashga ishlatgan. Ondan onunğa tegishlik mukofotini bergan. Qisqasi, siz kishilarning hojatini ravo qilsangiz, Alloh taolo cho'qim sizning hojatingizni ravo qildi. Siz boshqalarning ko'ngliga xushallik elib kelsangiz, Alloh taolo cho'qim sizning ko'nglingizga xushallik ato qildi. Kishilarning eng cho'ng hojatini ravo qilsangiz, Alloh taolo sizning bu eng cho'ng va eng qiyin hojatingizni ravo qilib berdi. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqatla yaxshilikdir. Allah Taala birer bandisining dardlariga davo, ranjiga shifo bo'lishni xohlasa, xoliqini qiladi. Badili qanchalik bo'lib ketsin, qilcha parvo qilmaydi. İnsaniyatning iftixorlik ulgusi Hazreti Muhammad sallallohu alayhi vasallam Taif shahridan muborak putlaridan qon oqqan holda g'amkin qaytib kelgan vaqtida Alloh taolo unga Jibrilni avatib, agar xohlasang sana tosh etib aziyat bergan Taifliklarning ustiga Axshaban degan tog'ni bostirman dedi. Lekin Rasululloh ularning naslidan Allohga ibodat qildiganlar chiqishi mumkin, shunga ularni kechirdim deydi. Alloh taolo biror bandasi uchun dunyoni va uningdagi hamma narsani halok qilib atalaydi. Chunki bir mu'minning jini ve onun qini Ka'badan ulug'. Öz vaqtida Nuh alayhisolamning qavmi uni masxir qilib, ko'ngliga qattiq azor berganda, Nuh alayhisolam Alloh taolaga iltijo qilib, "Anni mag'lubun fantasir." Men rastınla ularga tankilanmadim. Menga yordam qilgin deb qavmiga qarshi Allohdan yordam tilgan. Shuning bilan Alloh taolo to'fon balasini avatib, yer yuzini suvga g'arq qilgan. Yani Nuh aleyhisselam üçün dünyani g'arq qilib etgan. Acaba Allah Taala'dan başka biri şundaq qila olamdi?